Hurmatli obunachilar, Sho'rchi tumanidan ajoyib bitta Nexia bir topib qo'ydim sizlarga. O'rguyda chaqa-chuqa ishlari bor. Kamchiliklarni birinchi o'chirib sanab o'taman. Yili 2007-yilgi mashin Donus motorda turibdi. Kamchiligining birinchisi 4 ta yangi balon qo'yilishi kerak. Korobka ikkinchi skordan chiqaradi. Qolgan joyda birorta joyda ish yo'q. Kelib tekshirib olasizlar. Kraskasi faqat kapotda bor deyilyapti. Egasi ham o'zini topib olganman. Qo'shnisi ustasini olib kelib oladi. Hop, saloniga keladigan bo'lsak, salonlari ham juda ham chiroyli holatda turibdi. Ochib ko'rsataman. Salon holatlariga mana chexol, ko'ylek, magnitofon, kolonka, hamma tomosha nomerlar bor. Narxi 26 million. Bo'ladiganlar chiqsin faqat deyapti. Egasi bezovta qilyapmasin deyapti. Shunga qarab chiqaverasizlar. Orqa kameralarga ko'rsataman hozir. Mana orqa